Xullas, ayrim tinglovchilarga bu gaplarim. Hikoyani kayf qilib eshitib, izohlarda sponi yoqib aql chichmalaring. Aqlli iymonli bo'lsang, sarlavhani o'qib kirma bu yerga. Kayf qilib hikoyani eshitib olasanda, o'zingdan sponi yoqib izohlarda o'zingni ko'rsatasan. Sendaqalarni boshida ro'moli borligidan ko'tini xabari yo'q deydi. Xullas, gap egasiga yetib boradi. Meni obunachilarim hamda obuna bo'lishdan tortilib turgan kuzatuvchilarimni qo'llab like bosib turgani yetadi. Sendaqa aql chicharlarga joy yo'q bu yerda. Ko'tni qisib eshitib, kayfingni qilda sur bu yerdan negativ izohga aql chichma. Xullas, boshladim hikoyani azizlarim. Hurmatli tinglovchilar, orangizda kim YouTube orqali pul ishlamoqchi bo'lsa hoziroq Telegramdan kurs so'zini yozing va meni YouTube kursimga yoziling. Kurs bahosi atiga 1000 rubl o'zbek so'miga 150 ming so'm. Shu arzimagan pul bilan hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Telegram lichka kommentariyada bo'ladi. Men oddiy bir ayolman. Hayotim tinch, osoyishta o'tmoqda deb o'ylagandim. To'ydan so'ng ota uyimdan uzoqlashib, erimning uyiga kelin bo'lib tushdim. O'sha uyda kayvoni qaynonam, 2 kelinga xizmat qiladigan qaynisinglim va ovsiniyim, erimning ukasining xotini ham yashardi. Ovsinim Nilufar menga boshida juda mehribon tuyulgandi. Meni og'ir ishlarimda ko'maklashar, har doim kulib turar, hatto sirlarimni aytadigan insonimga aylangandi. Har doim aytar edim, shunday ovsinga duch kelganimga shukr. Lekin hayotda ba'zida yuzaki ko'rinishlarga aldanib qolarkanmiz. Bir kuni erim Rossiyaga ishlagani ketdi. Shundan so'ng hovli yanada huvillab qolgandek bo'ldi. Erim har kuni telefon qilib hol-ahvol so'rardi, lekin yuragimni bezovta qilgan bir holat bor edi. Nilufar ovsiniyim ukasi yana eri ketgach o'zgara boshladi. Ilgari har doim oddiy kiyinadigan, pardozga unchalik qiziqmaydigan ayol birdan qattiq o'zgardi. Har kuni boyanib yuradigan, kechalari telefon bilan uzoq gaplashadigan bo'lib qoldi. Avvaliga bu holatga unchalik ahamiyat bermadim, lekin bir kuni kechasi tahorat olish uchun hovliga chiqqanimda, u odamlar uxlagan paytda yashirincha kim bilandir suhbatlashayotganini ko'rib qoldim. Telefonni yashirib menga jilmaydi. "Kechirasan opajon, akam bilan gaplashayotgan edim", dedi. Ammo yuragim bunga ishonmadi. O'sha kechadan keyin ko'proq kuzata boshladim. Har kuni bir xil vaqt, bir xil joyda telefonlashar, bir kuni bozorga chiqib kutilmaganda qaytib qoldim. Hovlida hech kim yo'q, uy jimjit. Uyga kirsam, ovsinim mehmonxonada notanish bir erkak bilan o'tirgan ekan. Erkakning rangi oqarib ketdi, u zudlik bilan chiqib ketdi. Nilufar esa, unga qarasam, na iymanish, na pushaymonlik. "Bu yerda nima qilayapsan?" dedim yiglab. "Bu sening ishing emas", dedi u qattiq ohangda. "Men yoshman, baxtimni kutib o'tirmayman." Boshim aylanib ketdi. "Baxting", dedim. "Eri senga ishonib chet elda tinmay ishlayapti, sen esa." Qaynonamga aytishga jur'atim yetmadi. Men oilaning tinchini buzgim kelmadi. Lekin kunlar o'tdi, Nilufarning xatti-harakatlari battar oshkor bo'lib bordi. U bir kuni menga tik qarab, "Erkaklar bizni ko'p kuttiradi. Bizchi, ayol kishi ham inson-ku, nega faqat kutish bizning qismatimiz bo'lishi kerak?" dedi. Uning bu gaplari menga xanjardek sanchildi. Erta tongda uni kuzatdim. U hovli darvozasidan chiqib mashinaga o'tirib ketdi. Haydovchi erkak edi. Shu on yuragim chidamadi. O'sha kuni barcha haqiqatni qaynonamga aytdim. Kechqurun Nilufar qaytib kelganda, qaynonam uni chaqirib gaplashdi. U boshini baland tutdi, yolg'on so'zlamadi. Hamma gapni tan oldi. "Ha, sevib qoldim", dedi. "Men bu uydan ketaman." O'sha kuni uyimizda jimjitlik bo'lmadi. Qaynonam yigladi, qaynisinglim tushuna olmay qoldi. Men esa jim turdim. Chunki yuragimda alam, gazab, lekin eng ko'pi achinish bor edi. Nilufar ertasi kuni ketdi. Hovli yana huvillab qoldi. Erining nomusini, uyining sha'nini bir daqiqalik hissiyotlarga almashtirib ketgan ayol ortiga qaytmadi. Oradan oylar o'tdi. Erining xabari keldi. U hammasini bilibdi. Hali ham ishonolmasdi, lekin telefon yozishmalari, qo'shnilarning gaplari, qaynonamning so'zlari bari haqiqat edi. Men esa hanuz yuragimda bir og'riq bilan yashayman. Ovsinimga emas, o'sha oddiy, mehribon ko'ringan Nilufarga achinaman.
O'zi xohlagan baxtga erishdimi? Bilmayman. Lekin bitta narsani bilaman, ayolning sha'ni, nomusi, uylagan erining ishonchi eng muqaddas narsa. Uni yo'qotish oson, tiklash esa deyarli imkonsiz. Oradan 2 yil o'tdi. Uyimizda Nilufarning nomi unutilgan, ammo izlari yuraklarda qolgan edi. U uyimizni tark etganidan keyin hovlimiz uzoq vaqtgacha go'yo bir la'natga uchragandek jimjit, sovuq va begona bo'lib turdi. Erim Rossiyadan qaytgach, men unga bo'lgan sadoqatim, sabrim, xizmatim bilan qaytib yuragini yutdim. Ammo u hamon ko'zlarida og'riq yashirar edi. Ukasi Nilufardan xabar olmaslikka qasam ichdi. Ammo men ayolman. Yuragimda alam bo'lsa-da, baribir qiziqardim. Qanday yashayapti? Baxtli bo'ldimi? Eri uchun oilani buzishga arzigulik ish qildimi? degan savollar qiynardi. Bir kuni bozorga chiqqanimda, ko'chada bir chetda chang bosgan, yirtilgan sumkani sudrab yurgan, sochi yuvilmagan, yuzida ko'kargan izlar bilan bir ayolni ko'rib qoldim. Avvaliga tanimadim, ammo u menga qaradi, ko'zlarimiz to'qnashdi. Bu Nilufar edi. Uning ko'zlari avvalgidek yaltiramaydi. Bagrida qandaydir sindirilgan, ezilgan ayol yurar edi. Lablarida jilmayish emas, umidsizlik bor edi. U menga qarab, "Meni tanidingmi?" dedi past ovozda. Men boshimni qimirlatdim. Sovsiz qarab turardim. U esa yerga qaradi. "Men seni orqangdan ko'p yomonlagandim", dedi u, ammo hayot mening yuzimga tarsaki tushirdi. U meni chetga tortdi va yuragini ochdi. "O'sha yigit meni sevadi deb o'ylagandim. Boshida gullar, sovg'alar, restoranlar. Men o'zimni malika his qilardim. U meni senga atab yashayman derdi. Ammo bir oy o'tmay, u mening yonimda yurishdan uyaladigan bo'ldi. Sen bolasi bor ayolsan, qanday qilib senga uylanaman, dedi. Keyin meni ijarada yashaydigan, ishlamasa och qoladigan darajaga tushirdi. U meni sevmagan ekan, faqat vaqtinchalik. Lazzat uchun kerak bo'lgan ekan. Ish topolmadim. Uy egasi haydab chiqardi. Bolamni ukasiga tashladim, o'zim esa restoranda idish yuvdim. Keyin esa bir necha erkakning uyida yashadim. Hech biri meni ayol deb qadr qilmadi. Yigladi, yerga o'tirib yuzini kaftiga yashirdi. "Bilasanmi?" dedi u, "Eri Rossiyada yurgan ayolga sotilgan degan nom tegibdi." Ortidan yuradigan erkaklar ko'p bo'ldi, lekin hech biri uylanishni xohlamadi. Yaqinda men ham kerakmas bo'lib qolaman degan fikr bilan har tong uygonaman. Men jim turdim. Ichimda ming xil tuyg'u, achinish, alam, nafrat. Ammo ayol bo'lganim uchun yuragim yumshadi. "Qaynonangni kechir", dedi u menga duo qilmay qo'ygan bo'lsa kerak. Men unga bir parcha non, bir idish ovqat tutdim. U yiglab, "Sen baribir odam bo'lib qolding, men esa qilma qolman", dedi. Shu so'zlarni eshitganimda yuragim uvushdi. Qilma qol. Bu so'z men uchun ilgari haqorat bo'lsa, endi og'riq edi. O'sha kundan so'ng Nilufarni boshqa ko'rmadim. Ba'zilar aytishdi, boshqa shaharga ketibdi, ba'zilar esa olibdi deyishdi. Lekin men bilaman, hayot unga eng og'ir darsni berdi. U erining ishonchini, oilaning sha'nini yerga urdi. Hayot esa uni yerga urdi. Men esa bugun ham erim bilan birga yashayman. Sadoqatim uchun u menga hurmat qiladi. Nilufarning hikoyasi esa yuragimda og'riqli dars bo'lib qoldi. Ayol kishi uchun go'zallik emas, sadoqat eng katta boylik. Chunki go'zallik ko'zdan ketadi, sadoqat esa qalbda qoladi.